Hammaga salom, sizlar bilan men Nur Muhammad. Qaroqchi, bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda Minecraft hardcore o'ynaymiz. Buncha kuchayib qo'yganman. E'tibor bermaysizlar. Yana ozgina kuchayish kerak. Hozir endi boshladim o'ynashni. O'n 7 toshimiz bor. 30 ta qilib chiqib ketamiz. Mana e'tibor berishlaring kerak bo'lgan narsa hardcore'da ketyapti o'yin. O'ttiktaga yetmadi. 32 ta qilmasdan chiqib ketyapmiz. Bugungi Qurbon hayit muborak bo'lsin hammaga. Bugun hamma bilgandek o'sha Qurbon hayit. Ana endi cho'p yasab olish kerak, palka. Palka yasaymiz va toshgacha kuchayamiz. Birinchi pickaxe taxlaymiz. Hop. Spare axe, tosh belkurak. Hamma narsani yashab oldik. Ana endi sekin bu biyomdan chiqib ketamiz. Bu biyomning nomini bilganlar kommentariyaga yozib yuborasizlar. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chiqib ketyapti. Yaqinda yangilanish keldi, ammo men yangilab olganim yo'q. Yangilash kerak. Bo'lmasa o'ynab bo'lmayapti. X yaxshi. Tosh bolta yaxshi bundan ko'ra. Modlar qo'shib o'ynaymi yo'qmi? Shuni ham kommentariyaga yozib ketinglar. Qo'y. 2 ta bor ekan va biz yotoq yasashga muvaffaq bo'lamiz.